Qaraylar, men bu katta portni ko'ryapsizlar. Belgiyada mana shunday katta portlar bor. Spisani mashinalarni olib ketadi. Abdurahmon aka, Xohlasa, hozir hujjatlarni rasmiylashtirib, mashinalarni topshiramiz. Umar Ali degan do'stim Germaniyadan kelyapti. O'zimiz uni mashinasida keyin Fransiyaga ketamiz. ana, xohlasa mana qarang, mana mashinalik yo'q. mana. Yevropadan Aka Amerika. o'zi logistika kuchli ekanda, o'zi Belgiyada. Belgiyada kuchli. Ko'rasam mashinalarning ko'pligini, menimcha mana shuni hammasi ortiladi. Qaranglar, kattaligini. Anaqadan. Kemalar. Portu o'ziga menimcha bir mintadan oshiq mashina kelsa kerak, aka. Juda ko'p mashina, yevropeyskiy mashinalar hammasi. Endi bugun shu Kia bilan xayrlashamiz. Keyin Amerikaga biz o'zimiz kruzga ketamiz. Mana sizlarga Belgiya hayoti. Ko'chalarni qaranglar, vashi. Gap yo'q. Brugge. O'xtiyanimizdan ham ko'rasizlar. Такой, ana sentrskiy joylar diyormiz, Vay. Vashi. Qaranglar, asfaltmasi hamda mayda toshlar terkishgan bor-ku yo'llarga. Qoyil qolsa bo'ladi. Biz parking qidirib yuribmiz Abdurahmon aka bilan. Chiqarmikan Abdurahmon aka? Chiqadi. Voy qaranglar, vashi qadimiy uylar hammasi. Belgiyaga kelganlar bormi? Men birinchi marta kelishim. Ko'chalarni qaranglar. Kichkina tor ko'chalar. Gap yo'q, hamda otlarda aylantirib yurishar ekan bor-ku. Men bitta narsaga mazza qildim. Velosipedni shunaqa qadri baland ekan bu yoqda. Men velilarni ko'ryapsizlar. Vashi ko'p veli bor-ku. Lekin yorib qo'yibdi mana shu joyni. Odamlar faqat veli skuterda yurishibdi bor-ku. Bitta narsaga qoyil qoldim. Misol uchun bizda Magic Cityda polniy yoshlar-yu. Bu yoq ham Magic Cityga o'xshaydigan joy. Faqat bu yerda bu yoshlar emas, qarilar bor-ku. Yosh kattalar mana ko'ringlar. Gap yo'q. Yana bitta narsaga qoyil qoldim. Umuman semiz odam yo'q, semiz odam. Mana qaranglar. Bu velosiped ko'p uchadi-yu. O'zi ana semirishga ham haqqi yo'q-da. Qo'ni andaqa velosiped. Qani. Bismillah. Oh, xali aka. Bellissimo. Yes, they're delicious. Mana shikolatini ko'ryapsizlarmi? Bellissimo. Okalar, ana Belgiyani shikolati tozasi deyshadi-yu. Mana Belgiyani o'zi shunaqa toza shikolatli Yuragiga kelyapti. klubnidan yog'imiz. Opan talabalarini ko'ringlar mana. Shikolatni quyaptilar. Mana bu yerdan svejiy qulupniyni solib beryaptilar. Bizdan ba'zi birlar qiladi shunaqa. Nimni qilib qo'yapti, unaqa emas. Tagiga ham solyapti shikolat. Ustiga ham solib. Ustidan ham solyapti. Insofinga barakalla lekin. Bravo. Gap yo'q. Bellissimo. Qaranglar, biz mana shunaqa joyga kelib qoldik. Lekin men buni borib chidamayapman deb buni yeyish kerak faqat borib. I give you the list. Gap yo'q. See Qani deb ko'ramiz. Ik kan nog een liedje doen, nog veel. Bellissimo. Bitta narsa okada gap yo'q lekin bor. Hozir chillasida kelish kerak. Sababi nima? To'g'ri. Okada polniy исторический uylar hammasi. To'g'riga, faqat to'g'riga. Endi buni juda yonida dengiz bo'lganligi uchun havosi so'ragan. Voy, yana politsiya uchadi bor. Yukdan shuna chiqyapmiz a. Ha, qaranglar, yildirishayotgan kallalarni ko'rdi-yu. Orqamdan yur, orqamdan yur, bo'ldi. Bo'ladi endi. Mana qaranglar, mana bu yerga qo'yildi. Yashirin. Hozir dokumentlarni oldi, Tekshiryapti. Aka nimaga gapiryapti? Oynadan chiqqanimizga. Okay. Jinromisiz, nima qildingiz? Yurgan, davay ketdi. Jiddiy tekshiryapti o'zi ham. Pistoletlarni ko'rasan. Okalar, BMW motosiklet yurar ekan bor. Pistoletimi? Pistolet.
Mana Belgiyani politsiyalari qanaqa yuradi? 120 euro. Opa. Orqadagi odam uchun alohida. Короче, qizani qo'yardi. Qaranglar. Orqamizdan boyagi politsiya kuzatib yuribdi. Iltimos dedi, to'g'ri o'sha portga boringlar dedi. Yes dedim, bo'l. Biz o'zimiz sari aylanmoqchi Yotdi orqamiz. A bo'ldi, ketdi. Ana, o'tib ketdi. Bo'ldi, endi aylanamiz. Endi aylanamiz. Aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? Ibrohim akamidi. Ibrohim. Shu yerda ishlaysizmi siz? Birodan bizani tanirganlar. Ha. Shunaqa. Aka, qayerlisiz? Samarqandlik. Samarqand. Hozir mashinani qo'yamiz biz hozir. Nima bo'lyapti? Voy, mashinani topshiramiz aka. Kelganmi? Ha, Paromda ketamiz. paromda ketadi. Siz o'zingiz topshirasizmi? Paromga olib kirib qo'yasiz keyin. Ha, gap yo'q. Aka, yuring, ozgina gaplashamiz. Olib chiqishimiz kerak. Ha, olib ketishingiz kerakmi? Ichkari. Qayerga olib ketasiz? Samarqandgami? Yo'q, hozir Germaniyaga olib ketaman. Aka, Alloh rozi bo'lsin sizdan aka. Ha, ishlar qilavering. Ha, yer to'xtaymiz. Keling aka. Bo'ldi, hozir. Bo'ldi aka, zo'r O'zbekiston tushunkalari bor, beraman. Работаем. Gap yo'q ana. O'zbek akalarni Belgiyada ko'ramiz, Belgiyada. Vatandoshlar. Aka, bildingizmi? Bitta xato ish qildik deb biz. Nima bo'ldi? Masofa ma'mumga taqmaganimizda xato bo'ldi aka. Yomon jo'ski ekan. Ha, o'zini radno baloni okalar jo'ski ekan. Ma'mumga masofa taqqanmiz, Abdurahmon aka mashinalariga qanaqa yurdi o'zi ayting aka. Короче, bori Do'ronagan borib bunga o'tuvdilar. Namichi yumshoq bu mashinada o'tdilar. Shunaqani asosan O'zbekistonning yo'llarida shunaqa zo'r yurib berdi. Realni men o'zim maza qilaman. Okalar qaranglar. Protektorlari haligacha chotki turibdi. Necha ming kilometr yurardi aka? Где-то bo'tgacha bir taxminan 10 ming kilometr yurib keldi. 10 ming kilometr yurdik. Biz Belgiyaga keldik-da. Hozir paronga mashinani ortamiz-ku. Shuning uchun balonlarni tekshiramiz, qaranglar. Malades lekin masofaga gap bo'lishi mumkin. Mana shuning uchun mana o'zimizni testdan o'tkazamiz, mashinalarga cho'chmasdan masofani qo'ydirtirsangiz bo'ladi akalar. O'zimizda bor, kelaveringlar. Ko'pchilik menga savol beryapti. Aka, Yevropada yuribsizlar-ku, Neoline antiradar ishlayaptimi deb. Akalar, Neoline antiradari O'zbekistondan chiqqan yildan keyin Qozog'istonda chotki ishlaydi. O'zi Qozog'istonda eng ko'p sotiladigan antiradar bu Neoline. Даже Rossiyada ham, kerak bo'lsa Gruziyada ham ishlaydi. Faqat prashkasini qildirib olsanglar bo'ldi akalar. O'sha Stalbadi hamma radarlarni aytib beradi. O'zbekistonda qanaqa ishlasa, o'sha Rossiyada ham, Qozog'istonda ham, Gruziyada ham ishlab berar ekan. Endi Yevropaga keladigan bo'lsa, Yevropada Stalbadi radarlarni aytmaydi-yu, lekin yo'llar chetlarida mashinalar turadi-yu, radarlar. O'shalarni o'zi ovozini chiqarib aytib beradi akalar. Biz o'zimiz sinadik, Germaniyada, masalan, Yevropada yurimiz-ku. O'zbekistonda обязательно mana shu bitta Neoline qo'yib olinglar. Mana shu qo'yib qo'yasizlar. Hamma radarlarni aytadi, o'zimizda bor. Hozir tog'ga chiqadigan sezon bor-ku, bitta olib qo'yinglar akalar. Palon pul to'lasizlar deb avrish tarafga ham. Kapot bazm qilishadi-yu. Biz mana yer bazmini qo'yamiz. Okay? To'g'risini ayting, men Osiyo kalbasi hidi bormi? Bir oydan ochib biz bilan yuryapti. Qozon kopdan ham zo'r ketyapti. Hozir mana shu Osiyo kalbasasi baraka topsin bor. Aytishuvdi bizga, javob bir oy ichidan hidlanmaydi deb. Reani bor, suvda ham turdi, mashina ichida turdi, gap yo'q bor mana. Safarga mana shuni olib olinglar. Bitta mamdan qani Elbek shapticha. Osiyo tushonka kerak, ko'rasizlar. Ichi bor, kachalkali go'sht. Non bilan shunaqa ketyapti-yu. Buni ketidan biz o'zimizga mana Zamzam Biolife ham olganimiz bor. Qaranglar, Belgiyaga keldi, gap yo'q bor. Oxirida shirinlik tortadi-yu. O'shanda Mojito fresh Achakova. Onasining so'ng 3 kilometr qordim orasida. Kumoylikni ham bor. Gap yo'q. Двойной azoblashni ko'rsataymi sizlarga? Ha. Qaranglar. Men bu ustimga chiqib olgan. Vatana aka-ukalar. Vatana Abdurahmon aka ana tuning house. Erkak odam oldi ketadi. Ana. Birinchi azoblash bu. Ikkinchi azoblash pamet o'rtada musor ketyapti-da. Ey qizim. Bunaqa musor tashlama. Qog'oz. Qog'ozli musorlar. Boy mashinalarni yig'ishtirdik-ku. O'sha musorlarni stanga to'kib ketmoqchi edi. Nima ruxsat bermadimi Elbek? Katta o'zi musulni bank bor edi-yu, mumkin emas tashlash deyishdi. Ana. O'zim olib ketdim. Ana. Buni o'zimiz bilan olib ketamiz. Makulaturaga topshiramiz, pul ishlaymiz uka.
yoqda ham bitta odam turadi. Ha. Lekin hozir не дай bog gay to'xtatib qolsa Abdurahmon aka nima bo'ladi? Paqa paq. Paqa. Mana hozir BioLife ichib, mana musori ham joyida. Qanaqa ish endi bu? O'tano. Okay, Probiyen, brat. Ben importni Bo'lmishmanda. O'xshayapti, lekin orqangizda musor ham turibdi, aka. Shunda orqangizda. ukam musofirchilikda bo'ladi mana shunaqa. To'g'ri, mana. O'tirib yeyish kerak musulmonda. O'tirib. Yo'q, men yemayman, men olib ketaman, mashinada o'tirib yemoqchiman men. Belginskiy shikolatlar bilan takomdaqa vafli choklar bilan. Abdurahmon akam darvoda nimadir deyaptilar, короче. Okalarning nomer ko'rasizlar, 707, 3ta7, 3ta2 bilinglarki, ular hammasi o'zbeklar bo'ladi. Qaranglar. Bizga bitta akamiz keldilar, Umar aka. Umar aka keldilar. Bitta yaxshi xabar, bitta yomon xabar. Ayting. Mashinalar haqida keyin aytamiz, post qo'yamiz. Keyin post qo'yamiz, o'shanda ko'rishadi. Ha. Yaxshi xabar, biz Parijga ketyapmiz. Aka, siz qayerda yashaysiz? Germaniyadan? Shunaqa, Germaniya. Akamizni Germaniyada mana shu Mersi haydab yurar ekanlar. Hozir bizani Parijga olib borib qo'yaptilar, Fransiyaga. Mana bu kayfligini qaranglar, orqasini. Ukam bir gap aytaymi? Voy, mana shu mazza qo'rayaptilar. Eshik naryoqda yo'q bor. Bo'pti mana aka. Lekin shu jinni bor. O, panorama tomli. Mazza qilar ekanmiz-da. Qani, opa. Unda bosasizlar, o'zingizlar o'qib ketaveradi. Aka, mazza qilamiz ham? Ketdi.